Kupiroz mana shu patsientimizni bu holatga olib kelguncha bizga anchagina vaqt ketdi. Ya'ni 3 marta muolaja qildik va undan tashqari uyga dermatologik kosmetika berib yubordim. Bu holatga kelib qolishiga sabab ular vaqtida davolanmagan va buning natijasida yuzdagi kupirozlar rozatsiyaga aylangan. Ya'ni doimiy qizarib yuradigan holatga kelib qolganlar. Kupiroz o'zi nima? Kupiroz bu terimizning ustki qavatidagi mayda qon tomirlari, o'sha kapillarlar qizarib to'rsimon holatga kelib qoladi. Ya'ni doimiy ravishda qip-qizil to'rsimon, ya'ni kapillar terining ustiga chiqadi. Mana shu holatga kupiroz deyiladi. Ya'ni sizni burun sohangizda bo'lishi mumkin, yanoq sohada, peshona, iyak sohalarida paydo bo'ladi sekin-sekin. Bunga nima olib keladi? Birinchi navbatda irsiy sababdan bo'lishi mumkin, ya'ni avlodingizda o'sha kasallik bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu juda ham sovuq yoki juda ham issiq havoda ko'p bo'lishlik bu kupirozga olib kelishi mumkin. Va undan tashqari spirtli ichimliklar ko'p ichilganda, kofein mahsulotlari ko'p ichilganda, hayajonlanganda, stress holatlarida mana shu holatlarga olib kelishi mumkin. Bularga 3 marta muolaja qilindi va yuzlarga o'sha kupirozni davolash uchun va undan tashqari uyga dermatologik kosmetika berib yubordik. Albatta uyda birgalikda davolashimiz shart. Ya'ni faqatgina muolajani o'zi yetmaydi bularga. Doimiy bularga o'sha ta'sirchanlikni davolab beruvchi, tinchlantiruvchi sintella bo'lgan, tea tree choy daraxti bo'lgan, gialuronkalar, adinizolni bo'lgan tarkibli dermatologik kosmetika ham shart. Bularga 3 marta mezoterapiya, o'sha muammoga qarab, plus dermatologik kosmetika berganmiz. Shuning uchun ham bunaqa natijaga erisha oldik. Agar kupiroz vaqtida davolanmasa, mana shunday rozatsiyaga o'tadi va bu degani sizni yuzingiz doimiy mana shunday qizarish holatida yurishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham sizda o'sha qizarishlar boshlandimi, tezroq mutaxassisga uchrashib, davolashni boshlashingiz kerak.